bola immunitetini oshirish uchun asosan bolani to'g'ri ovqatlantirish, sog'lom ovqatlantirish, badan tarbiya ishlari, sport bilan shug'ullantirish, bular juda katta ahamiyatga ega. Bolajonlarimizni eng avvalo sog'ligiga katta e'tibor beramiz. Ularni to'g'ri ovqatlantirish, ularni ruhan va jismonan sog'lom bo'lishlari uchun ularni ovqatlarini yog'larga, vitaminlarga, oqsillarga boy qilib taomnomalar tuzamiz. Maktabgacha yoshdagi bolajonlarimizni immunitetini oshirishda sog'lom ovqatlantirish muhim o'rin egallaydi. Bolajonlarimizning miya faoliyati shakllanadi. Immuniteti kuchayadi va ta'lim olishi juda ham jadal ravishda rivojlanib boradi. Buning uchun biz vitaminlarga, oqsillarga va foydali moylarga boy ovqatlanish ratsionini tashkil etishimiz juda ham muhim hisoblanadi. Bu yerda bizlar bolajonlarimizni juda ham kuchli e'tibor berishimiz kerak bo'lgan bu kun tartibiga rioya qilinishi, ovqatni nafaqat sog'lom ovqatlantirish, ya'ni vaqtida ovqatlantirishda ham e'tibor berishimiz kerak. Ularning ham aqliy ham jismoniy rivojlanishi uchun, ularni o'yin faoliyatini to'g'ri tashkil qilib berishimiz uchun biz vitaminlarga boy ichimliklar, oqsillarga boy go'shtli mahsulotlarimizni haddan tashqari ortiq ham emas, kam ham emas, ya'ni me'yorida tashkil qilib berishimiz muhim ahamiyatga egadir. Bolajonlarimiz ta'lim olish jarayonida bizga ma'lumki, ta'lim olish jarayonida ular ko'p harakat qilishadi. Chunki maktabgacha ta'lim tashkilotining asosiy ta'lim berish kompetensiyasi bu o'yin faoliyati hisoblanadi. Biz xoh ta'limiy o'yin qilaylik, xoh oddiy o'yin qilaylik, u yerda yirik motorikamiz yaxshi ishlaydi. Bu bolajonlarda tez charchash yoki uyquchanlik agar kuzatilsa, bu deganiki ularning ovqatlanish jarayoni to'g'ri tashkil etilmaganligi yoki to'g'ri yotmaganligi va kun tartibi rejimga kirmaganligini anglatadi. Shuni kuzatganimizda biz bolajonlarimizni albatta ratsionini to'g'rilab, ota-onalar bilan hamkorlikka kirishib, ularni vaqtida yotqizib, vaqtida maktabgacha ta'lim tashkilotida kelishlarini ta'minlab berishlari va mavsumiy kasalliklarga immunitet hosil qildirish uchun uyda ham sog'lom ovqatlantirishga e'tibor qaratishlari, fast foodlardan cheklashlari, gazli va shirin ichimliklardan cheklashlarini, mavsumiy mevalar, uyda tayyorlangan kompotlar dan foydalanishlarini so'rab qolamiz va buni hamkorlikda bir-birimizga hisobot berib boramiz desak ham bo'ladi. Bolaning immuniteti avvalo uning taomidan boshlanadi. Bugungi kunda ko'pgina bolalar nonushta qilmay bog'chaga keladi. Aslida esa ertalabki to'g'ri tanlangan ovqat bolaning butun kun davomidagi energiyasi va himoyasidir. Maktabgacha ta'lim tashkilotida berilgan issiq ovqatlar, sabzavot va mevalar bolaning kundalik vitamin ehtiyojini qondiradi. Ayniqsa C vitaminiga boy mandarin, limon, kivi, temirga boy qora non, grechka va go'sht kabi mahsulotlar immunitetni tabiiy ravishda ko'taradi. Birinchi nonushtaga biz tvorog beramiz, non, kompot bo'lsa kompot, kakao beramiz, sutli choy bo'ladi. Menyuga qarab bolalarga nonushtasini beramiz. Tvorogni pasterizatsiya shakar qo'shamiz tvorogga. Keyin pechkamiz bor, pasterizon pechkaga 3 minut yo 5 minut qo'yib, isitib beramiz bolalarga. Ikkinchi nonushtamiz ham bor. Ikkinchi nonushtamizga olma beramiz. Menyuga agar mayiz bilan yong'oq bo'lsa, mayiz bilan yong'oq beramiz. Uzum keladi, uzum beramiz. Shu menyuga qaraymiz nima borligidan, o'shanga ikkinchi nonushta soati 10 ga bo'ladi. Birinchi nonushtamiz 10 takam to'qqizlarga beramiz. Tushlikka birinchi ovqatimiz shu menyuga sho'r bo'la beradi, makaronmi, nimami, nonushtaga sho'r bo'lgan nima bo'lsa, menyuga qarab pishiramiz. Sabzavotlarni solamiz hammasidan, sabzi, piyoz, sho'lg'om bor, kadu bor, hammasini solamiz. Ikkinchi ovqatimizga bir kun osh bo'ladi, bir kun makaron qiymali bo'ladi, go'shtli gulash bo'ladi, go'shtni maydalab, adini kotletlar qilamiz, salat
salatimiz bor, unga qo'shib shu 11:30 ga obed bilan birga salatlar beramiz. Osh bo'lgan payt pomidor bodring bor, turib bor, bizaga bugun turib beramiz. 3-chi ovqatimiz kasha. Kashaga makaronli kasha bor, manni kasha bor, gerkulesli kasha bor, risli kasha bor. Hammasi soat 3:30 dan boshlaymiz berishni. Ro'yxat asosida men pishiraman. Biz bolalarni yaxshi o'sishi uchun, yaxshi rivojlanishi uchun yaxshi ovqatlardan beramiz. Hammasini norma bilan shu menyumizni ham tuzgan odamga ham rahmat. Jismoniy rivojlanish bu aqliy rivojlanishning asosiy faktori. Chunki bizga ma'lumki, qachon biz bolajonlarimizni sport bilan shug'ullantirsak, qachon biz ularni tanasini sog'lom qilsak, u aqlan rivojlanishi tezlashadi. Azaldan ham maqolimiz bor, sog'lom tanda sog'lom aql. Shuning uchun maktabgacha ta'lim tashkilotimizda biz nafaqat jismoniy tarbiya yo'riqchisining oddiy mashg'ulotlari, ya'ni gimnastika, badiiy gimnastika mashg'ulotlarni ham yo'lga qo'yganmiz va bu orqali biz bolajonlarimizni qiziqishini orttiramiz. Tashkilotda kelish qiziqishlarini, velomarafonlar uyushtiramiz. Ana kiraverishda e'tibor bergan bo'lsangiz, samokatlarimiz bor, velosipedlarimiz bor. Sayrda ham biz bolajonlarimizni, osma turniklarimiz bor. Shular bilan bolajonlarimizni yirik motorikasini kuchaytirishga va ularni tabiat hodisalariga hamda kasalliklarda qarshiliklarini shakllantirishga yordam berishni ta'minlab boramiz. Bolalarning immuniteti faqat ovqat bilan emas, balki toza havo va aktiv harakat bilan ham mustahkamlanar ekan. Bog'chada har kuni sayr qilish, qo'shiqli harakatlar, o'yinlar, yugurish va jismoniy tarbiya mashg'ulotlari kichkintoylarning nafas yo'llarini ochadi, qon aylanishini yaxshilaydi, immun hujayralarini faollashtiradi. Siz farzandingizni uyda ham aktiv o'yinlarga chorlaysizmi? Ko'pchilik bu savolimizga bolalarning o'zi uyda shundoq ham sho'xlik qilib 4 tomonga yuguradi-ku deya javob beradi. Lekin bu immunitetni ko'taruvchi mashqlar emasligini shifokorlar ham ta'kidlab o'tdilar. Immunitetning yana bir asosiy qismi to'g'ri uyqu. Bola yetarli uxlasa, uning hujayralari tiklanadi, miyasi dam oladi, organizmi yangi kunga tayyor bo'ladi. Bog'chadagi kun tartibi bolaning sog'lom ritmda yashashini ta'minlaydi. Ovqat vaqtida, o'yin ham vaqtida, uxlash o'z vaqtida. Bu esa immunitetning mustahkam bo'lishini kafolatlaydi albatta. Fitolaboratoriyalarimiz deymiz. U yerda bolajonlarimiz o'zlari mana shunday foydali mahsulotlardan sharbat chiqarib, ularda nima qo'shsa shirin bo'ladi. Masalan, sholg'om yemaydigan bolajonlarimiz esa ular bilan asalda o'zlari bug'ga qo'yib yeyishni o'rganishgan. Qovoq yemaydigan bolajonlarimizni ham yong'oqlar bilan qo'shib beramiz. Kichkina to'g'rab o'zlari tayyorlashsa, ular albatta uni tanovul qilishadi va bolajonlarimizni bilasizmi, o'yin orqali, o'zlari sahna ko'rinishlari orqali ularni foydaliklarini o'rgatasiz-ku. O'zini qovoq qilamiz Mehrjon bayramlarida yoki o'zi sholg'om bo'ladi, o'zi piyoz bo'ladi, o'zi karam bo'ladi-ku. Keyin u she'r yodlaydi. Mana shu jarayonda unga mehr paydo bo'ladi. U o'sha narsani tanovul qilishni boshlaydi. O'zi sharbat qilgandan keyin uni nima deydi, tortilishini chiroyli qilib bersangiz agar, u bola zavqlanib, xuddi ko'chadan sotib olingan sharbatday sevib tanovul qiladi. Kichkintoylarning immunitetini ko'tarishda eng oddiy lekin samarali omillardan biri qo'l yuvish. Qo'l orqali virus va bakteriyalar yengil yuqadi. Bog'chada bolalar har ovqat oldidan, hojatxonadan keyin, ko'chaga chiqqandan so'ng qo'l yuvishga o'rgatiladi. Bu odat nafaqat kasalliklarni kamaytiradi, balki farzandlarimizga umrbod tozalik madaniyatini o'rgatadi ham. Ertalabki filtrda buni guvohi bo'lamiz. Ota-onalar ko'chadan har qanaqa bolalarni qo'liga qanaqadir pichonlar paketga yoki gazli ichimliklar, srogi bormi yo'qmi, shunaqa sokmi, shunaqa narsalar olib keladilar. Biz bu narsaga qat'iyan
norozilik bildiramiz. Gazli ichimliklar yoki shu ko'chadan olib har qanaqangi hozir butilkalarda har qanaqangi ichimliklar chiqqan, bularni imkon darajada bolalarga bermaslik kerak. Birinchidan bolalarga tomoq og'rig'i kelib olib chiqadi, angina kasalliklari, oshqozon ichak gazalari bor, buni jigar gazalari bor gazli ichimliklar bolalarga o'zi umuman mumkin emas. Imkon darajasida qaynatilgan suv, kompotlardan foydalanish kerak. Hurmatli ota-onalar, bolalaringizni sog'lom va baquvvat, ruhan, jismonan sog'lom bo'lib o'sishlari uchun tavsiyalarga rioya qilishingiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Bugungi kunda vitaminlar, siroplar, immunitet ko'taruvchi dorilar ko'p, lekin bolalar uchun hammasi ham to'g'ri kelmaydi. Bog'cha bolalarida immunitetni tabiiy yo'l bilan toza havo, to'g'ri ovqat, harakat va uyqu bilan kuchaytirish eng to'g'ri yo'l hisoblanar ekan. Dorivor vositalar esa faqat pediatr tavsiyasi bilan berilishi lozim. Immunitetni ko'tarish uchun esa quruq mevalarni ko'proq iste'mol qilish kerak. Masalan, o'rik yeyish kerak, mayiz yeyish kerak, yong'oq yeyish kerak. Ikkinchi o'rinda sabzavot va mevalardan ko'proq foydalanish kerak. Qovoq bu kaliyga boy, ham yurak kasalliklariga yaxshi, kaliyga boy, ham bolalar orasida kasallikni oldini oladi, immunitetni kuchaytiradi. O'sha uchun ana shu qovoq, shalg'am, keyin ana shulardan demak olib dimlama qilsak, karam bilan qanday mazali bo'ladi. Shevamizda pocha deymiz, juda ham bu vitaminlarga boy mahsulot. Uni har haftada ana shu kuz mavsumi boshlandiki, to yoz mavsumigacha har hafta bir kun ana o'shandan sho'rba qilib ichish kerak. Hozir yoshlar orasida ko'pincha e'tibor qilsak, pandemiyadan keyin asorat qolgan ko'pchilikda suyaklarning yemirishi, ana shu kalsiy yetishmovchiligi, ana shu narsa juda ham katta ahamiyatga ega, u o'sha yemirishni oldini oladi. Hozirgi kunda yana immunitetni ko'paytirish uchun bolalarga albatta ovqatlanish ratsioniga qizil lavlagidan har xil qaynatilgan xom, undan hatto murabbo ham qilsa bo'ladi. Shunaqa mahsulotlarni bersak, bu gemoglobinni ko'paytiradi, immunitetni mustahkamlaydi, bolalar kasal bo'lmaydi. O'sha oddiy shu qizil lavlagi bilan biz sog'lom ovqatlanishda olma qo'shib, qaynatib, ichiga limon, xohlasangiz novot solib, kompot qilib bersak ham bo'ladi. Yoki ana hozirgi kunda bihi ko'paygan. Bihi shamollashga juda ham katta ta'sirga ega, undan ham qaynatib, demak, kompot qilib bersak, bolalarga nur ustiga a'lo nur bo'ladi va bolalar orasida immunitet kuchayadi. Qachonki bolalarning immuniteti kuchaysa, ular kasal bo'lmaydi. Bolalarga qancha e'tibor bersa, kasal bo'lmaydi. Muhtarama Aya Isoqova 86 yoshda, onaxonning 20 nafar nevarasi, 11 nafar evarasi bor. Shularning sog'lom bo'lishi uchun quruq mevalar, turshak, mayiz, yong'oq har kuni cho'ntagimga solib yuraman, deydi onaxon. Hozir ismaloq, sholg'om, qovoq ayni pishgan palla. Kelinlarimga ana shu mahsulotlardan ko'proq mantiq qasqonga pishirib, bolalariga berishlarini aytaman. Tabiiy mahsulotlarimiz hammasi dori. Birgina bihi qonni ko'paytiradi. Uning urug'i ham yo'tal qoldiruvchi xususiyatga ega. Ko'pgina onalar tezroq bo'lsin deb qovurilgan ovqatlarni uyda ko'proq pishiradilar. Aslida bolaga sho'rvaning ham ahamiyati katta, deydilar onaxon. Bolalarning immuniteti past ko'rinsa, tez-tez kasal bo'lib tursa, kamida yiliga bir marotaba pediatr ko'rigidan o'tkazish, qon tahlillarini topshirish tavsiya etiladi. Bu boladagi temir yetishmasligi, allergiya yoki boshqa yashirin muammolarni erta aniqlashga yordam beradi. Tezda aniqlangan muammo tez va yengil davolanadi ham. Bolalar kelajak. Ular sog'lom o'ssa, jamiyat ham sog'lom bo'ladi. Immunitetni mustahkamlash qimmat emas, qiyin ham emas. Faqat to'g'ri ovqat, toza havo, yaxshi uyqu, qo'l yuvish odati va mehr bolaning eng katta himoyasi. Ana shu narsalarga hamda mutaxassislar maslahatiga amal qiling. Shundagina farzandingiz salomatligini muhofaza qilgan bo'lasiz. Bu salomat bo'ling ko'rsatuvi edi.